Yo Alloh, bugungi kunimizni xayrli et. O'zingdan bizga rahmat ato et. Ishimizda, iymonimizda to'g'ri yo'lni oson qilib ber. Do'st yoronlarimga, farzandlarimga, turmush o'rtog'imga, uzoq safardagilarga dunyo va oxiratdagi barcha yaxshiliklarni tilayman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga munosib ummat bo'lishlarini, Alloh panohida bo'lishlarini, ko'p xayr ehson qiluvchi boylardan bo'lishlarini tilayman. Alloh rizqlariga, umrlariga baraka berishini, farzandimizni insofli, iymonli, taqvoli bo'lishini, ularni huzur halovatini ko'rish nasib etsin ilohim. Yurtimizni tinchligini, qalbimizni pokligini, tanimizni sog'lig'ini, o'tganlarni Alloh rahmatiga olishini, qabrlari nurli bo'lishini tilab qolaman. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar bi rahmatika ya arhamar rohim.